Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Avvalgi bir ikki suhbatlarimizda sizlar bilan dunyoda ikki xil toifa borligini, biri buzg'unchi, ikkinchi islohotchi ekanligini aytgan edik. Ko'p odam o'zini islohotchi deb nomlashi mumkin. Jamiyatda innama nahnu muslihun deyishi mumkin. Qur'oni Karim buni bizga xabarini bergan. Lekin davomidan ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun. Ogoh bo'ling, ana o'shalarni o'zlari buzg'unchilardir, lekin ko'pchiliklari buni bilmaydi. Yoki sezmaydi degan ma'noda Alloh taolo ogohlantirgan. Buzg'unchilar o'zlarini qarshilarida ularga to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan g'oyalarni hammasini zaiflashtirishni xohlashadi. Endi buzg'unchilarning qarshisida eng kuchli g'oya shubhasiz islom g'oyasi. Musulmon shaxsiyat har doim buzg'unchilar uchun dushman hisoblanadi. U ularga o'zini dushmanligini e'lon qilmasa ham. Nimaga desa, masalan, buzg'unchilarni eng katta ya'ni ish qurollari narkota. Musulmon odam narkotadan uzoq yuradi. Ichimliklar, mast qiluvchi ichimliklar. Musulmon odam ichimliklardan uzoq yuradi. Fahsh, zino. Musulmon odam fahshdan, zinodan uzoq yuradi. Ishi yo'q. Demak, mana bu qurollar orqali dunyoni buzishga harakat qilayotgan jamoa uchun musulmon odam dushman bo'ladi. Musulmon odam ularga xaridor bo'lmaydi. Ularni iste'molchisi bo'lmaydi. Shuning uchun doim musulmonchilikka ular boshqa tomondan hujum qilishadi. Masalan, qaysi tomondan? Bizni dinimizni ichidan zaiflashtirishga harakat qilishadi. Juda ko'p tashkilotlar, juda ko'p tariqatlar, juda ko'p jamoalar ana shu buzg'unchi toifa tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Buzg'unchi toifa tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan jamoalar naqadar go'zal so'zlarni aytishmasin, naqadar jimjimador da'vo shiorlarini ko'tarib chiqishmasin, ular buzg'unchilarning qo'lida o'yinchoq, qo'g'irchoq bo'ladi xolos. Shuning uchun biz quruq, jimjimador shiorlarga aldanib qolmasligimiz kerak. Ba'zi misollarni keltiraman. Misol uchun deylik. Turkiyada Adnan Oktar nomi bilan Harun Yahyo laqabi bilan bir odamni qo'llab-quvvatlashgan. Bu odam o'zi hech bir kitob yozmagan, hech qanday kitob tarjima qilmagan, lekin buni atrofida buni qo'llab-quvvatlashib, shunaqangi magistr ishlarini, doktorlik ishlarini buni nomidan chiqartirib, Turkiyada buni figura qilishdi. Katta bir ya'ni liderga aylantirish harakati bo'ldi. A9 mi degan kanalni sotib oldi. Sputnik kanal. Va A9 kanalida yarim yalang'och ayollarni olib chiqib olib, o'sha joyda o'zini Mahdi ekanligini imo ishoralar bilan ya'ni jonli efirlar qildi. Katta ehtimol bilan o joy bozor edi, bozor. Ayollarni ekranda ko'rsatib, orqa planda keyin buyurtma beradigan buzg'unchi toifalar uchun, ya'ni musulmonlarning ichidan buzg'unchilikka moyil bo'lgan odamlarni ya'ni shu maishatga chaqirib, videosini olib, shantaj materiallari qilishga xizmat qildi. Bir qancha muddat qilib yurdi shu odam. Endi qiziq nuqtasi. Harun Yahyo nomidagi mahdiylikni da'vo qilgan, Qur'on musulmonchiligini da'vo qilgan odam sunnat inkorchisi edi. Hadislarni inkor qilardi. Mazhablarni inkor qilardi. Nima keragi bor hadislar? Nima keragi bor mazhablar? Qur'onga moyil munosib bo'lmasa hadislarni nima qilamiz? Bu gapni figura bo'lgandan keyin butun dunyoda 250 ga yaqin mamlakatda, adashmasam 250 ga yaqin yoki 200 dan oshiq
davlatlarga kitoblari tarjima qilib jo'natilgan edi buni. Sun'iy ravishda, hatto Misrga ham buni kitoblari tarjima qilib jo'natilgan. Boshida masonlarga qarshiman deb boshlagan, lekin keyin 33-darajada mason qabul qildimman deb shunaqa bir sharafsizlikni qilgan. Hozir 1700 yilga qamalgan menimcha Turkiyada. Qo'lga tushgan, hozir Turkiya hukumatı uni yaxshiyamki alhamdulillah nuqtasini qo'ydi. Unga qarshi yurib bo'lmasidi bir paytlar. Nimaga buzg'unchi toifa uni qo'llab-quvvatlardi. Hozir ba'zi savollar javobsiz qolganida sekin asta yechimini topyapti. Epstein voqealaridan keyin uni qo'llab-quvvatlaydigan jamoani ishlash sxemasi ko'zimizda ko'rinyapti. Nima qanday qilishadi? Demak, Harun Yahyo qamaldi. Endi Harun Yahyo xohlayotgan g'oya islomni ichidan buzish. Musulmonlarni o'sha buzg'unchi toifalarga moyil qilish. O'shalar kabi fikrlaydigan, o'shalar kabi maishatparast, shahvatparast bo'lishini ta'minlash kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Musulmonning e'tiqodiga, musulmonning manbasi bo'lgan Qur'on va sunnatga hujum qilish kerak. Uni zaiflashtirish kerak. Ular hayollarda shu. Hozir O'rta Osiyoga juda ularning qo'li yetib kelmagan. Men esinglarda bo'lsa, bir qancha muddat aytdim sizlarga. Biz qadriyati buzilmagan, bokira, qizdek qadriyatlari hali tegilmagan millatmiz. Shuni asrab qolishimiz kerak. Chunki muhimi shu. Ana shu narsani zadalasa, shu narsaga dars kettirsa, keyin qolgani oson bo'ladi. Parda degan podkast shular tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Qo'llab-quvvatlanardi shular tomonidan. Chunki iloji boricha buzg'unchilikni targ'ib qilish kerak. Parda podkastiga borib turib, men sizlarni qo'llab-quvvatlayman degan Hamis Sodiq shularni qo'llab-quvvatlayotgan edi. Hozir 1000 bahonasini qilsin, 1000 o'zini uzrini aytsin, bular aniq Epstein sistemasidagi odamlar bo'lib chiqyapti. Epstein bizga ham qo'lini uzatmoqchi bo'lganda biz tayyormiz, mana biz qo'llab-quvvatlaymiz. Sizlarni eshitmay qolishlarini oldini olishimiz kerak. Sizlar kabi ziyoli odamlar kitoblar tarjima qilyapti degan gaplarni gapirish Epstein sistemasini qo'llab-quvvatlashidir. Xohlasin inkor qilsin, xohlasin xohlagan tomoniga sakrasin. Mana shuni aytayotgandik biz. Mana shuni. Odamlar bizni komplo teoriyasi gapirib yuribdi deyishgan edi. Yo'q, bu komplo teoriyasi emas bu. Aniq real hodisalar. Mana isbotini topyapti. Sunnat inkorchiligi, hozir ani Bahrom Bakirov degani bor. Ko'pchilik tanimaydi, haqiqatda unaqa qobiliyati ham yo'q ekan, odamlarni jira o'ziga jalb qila olmayapti-yu, lekin o'sha buzg'unchilikka moyil, fasodga moyil odamlarga yaxshigina domla bo'lib olgan hozir. Endi unaqalarga zotan shunaqa domla kerak. Uning ham davosida nima? Hadislarni Qur'onga solib ko'ramiz, to'g'ri kelmasa olmaymiz. Buxoriy rivoyat qilgan bo'lsa ham. Buni ustozi bor Turkiyada, Abdulaziz Bayindir degan. Nima deydi u? Alloh kelajakni bilmaydi deydi. Masalan, ertaga men kim bilan uylanishimni Alloh bilmaydi deydi. Ha, undan ham tashqari qiyomat kuni payg'ambar ham hisob-kitob qilinadi deydi. Xato qilgan ishlarga javob beradi payg'ambar ham deydi. Maqsad nima? Musulmonlarni mustahkam e'tiqodlarini, manbalarini zadalash, dars keltirish. Demak, bular shunaqangi buzg'unchilar tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Kamol Yo'ldosh Epsteinchilarini malaylari shular. Yo, biz unga qarshimiz desa ham farqi yo'q. Bobomurod Abdulla Epsteinchilarini malaylari shular. Hozir o'zlaridan muxolifat, birlashgan o'zbek muxolifati degan jamoa yasavaganlar bor. Ana Jahongir Mamat degani %100 buzg'unchilardan. %100. Nima deyapti? SSR paytida deydi, parallel islom yaratilgan deydi. Qarang, gapni qarang. SSR paytida parallel islom yaratilgan, mullalar deydi, o'sha raisni, brigadirni otam deysan deb xalqni bo'ysundirib bergan. Mana biz bilardik-ku deydi.
Jahongir Mamat, nimani bilardingiz siz? Siz ateist bo'lgansiz-ku u paytda. Uchiga chiqqan ateist, xudosiz, betahorat, bemustahab, sassiq odam bo'lgansiz-ku. Qanaqasiga siz u paytda mullalarni bilasiz? Bilmaysiz, qanaqa bilasiz? Ichida bo'lmagansiz, ateist bo'lgansiz. Ha, islom parallel islom bor O'zbekistonda deyish bilan islomni zadalash bor. Islomda parallellik yo'q. Islom maydonda turibdi. Hech kim uni parallel islom qilib ola olmaydi. Illa buzg'unchilar parallel islom nomini tarqatishlik uchun sizdan foydalanyapti. Jahongir Mamatda. Endi Jahongir Mamatni ya'ni yetimchalari bor, boqib olgan. Jahongir Mamat boqib olgan yetimchalar. Bittasi Asliddin. G'irt yetimcha. Ya'ni siyosiy ma'nodagi yetimcha odam. Na bir ongi bor, na bir saviyasi bor, na bir siyosiy tahlili bor. Hech bitta narsaga aqli yetmaydi. Aql o'ta ketgan darajada past. Shuni endi muxolifatni raisi qilib saylab olishdi. Uni ham o'yinlar bilan Jahongir Mamat o'zini odamini qo'ydi endi. Bir narsa qilib, atrofdagilar hammasini haqorat qilib, so'kib buni qo'yishdi. Bular Epsteinning odamlari. Mana shular Epstein sistemasini figuralari. Figura ham demaylik, yaloqilari. Epstein bularga davay agon O'zbekistonga desa, kirib kelaveradi bemalol. Nimaga desa, ana bularning ichida komil inson bo'l degani bor. Komil inson bo'l. Sizlarga mantiqiy savol beraman. Komil inson bo'l degan profildagi odam desa bo'ladimi, yo'qmi? Komildan keyin virgul bor. Komil inson bo'l. Chunki sen inson emassan deb o'ziga nom qo'yib olgan. Yani inson emas o'zi. Shu odam jonli yoyinlarda onasini avratini ochiqchasiga jargon bilan bemalol gapiraveradi. Bemalol. Hech bitta andisha, hayo, qo'rquv yo'q, uyat yo'q. Bemalol onasini avratini og'ziga olaveradi. Hayotda qanaqa odam? Otasiga bolta ko'targan odam. O'zi ichki ishlarda forma kiygan, ichki ishlarda ishlagan. Lekin odam o'ldirgan, odam o'ldirganlar bilan birga sherik bo'lgan, 11 yil qamalgan odam. E'tibor berib turinglar bu statistikalarni. Qayoqqa olib borishini. Undan tashqari jonli o'yinda o'zining hayotidagi birinchi oilasidagi norasida o'g'li bilan qizini men ularni oq qilganman deb og'zidan so'lagi oqib gapiryapti. Og'zidan so'lagi oqib. O'g'lini, qizini, norasida ular hali balog'at yetmagan bolalar. Ularni oq qildim deyapti. O'sha balog'at yetmagan paytida, keyin katta bo'lgan, hozir menimcha qizi turmushga chiqqan. Buni faxrlanib gapiryapti. Otasiga bolta ko'targan, onasini avratini bemalol og'ziga oladigan, odam o'ldirgan. Hukm kiygan odam o'ldirishlikda. Bolalarini jonli yoyinda oq qilganligini faxrlanib aytadigan. Abror Muxtor Aliyni ustidan bu geylarni yomon ko'radi. Bunga qarshi chora ko'ringlar deb terpilalik qilib ariza yozgan. Odam. Mana shu Birlashgan O'zbek muxolifati degan to'dani a'zosi. Bular Epsteinni yetimchalari, malaylari bo'lmasa kim unda malaylar? Kim? Kim? Bular buzg'unchi bo'lmasa unda kim buzg'unchi? Bular o'zlarini islohotchi deydi. Biz isloh qilamiz deydi. Biz deydi muxolifatmiz deydi. Muxolifat kerak O'zbekistonga. Albatta kerak, lekin islohotchi muxolifat kerak. Sanlarga o'xshagan shaloq, haromdan hazar qilmaydigan, odam o'ldirgan, galiboylarni yaxshi ko'radigan buzg'unchilar kerak emas. Biz buzg'unchi emasmiz deb qo'yadi. Biz isloh qilamiz. Qur'on ham sanlarni aytayapti. Qur'on aytadiki, ular innama nahnu muslihun deyishadi. Albatta biz isloh qiluvchilardanmiz deyishadi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun yoki walakin la ya'lamun. Ular buzg'unchi ekanliklarini o'zlari bilmaydi. Ayni buzg'unchilar shular. Isloh qilyapmiz deyishlariga aldanmaymiz.
Demak, sistema ishlayapti. Sistema mana shunday, mana shu shaklda ishlaydi, mana shu shaklda. Har bir millatni qadriyatiga, har bir millatni asoslariga hujum qilishlikni istashadi. O'shaning uchun ulardan ogoh bo'lishimiz kerak. Ramazon oyiga oz qoldi. Biz musulmonlar uchun eng isloh bo'ladigan, ham islohot uchun xizmat qiladigan oy. Payg'ambar alayhissalatu vassalom kim Ramazoni sharifni topsa va Alloh kechirimiga sazovor bo'lmay chiqib ketsa Ramazondan xor bo'pti deganlar. Xor bo'pti deganlar. O'shaning uchun Ramazonni orzu qilib kutish kerak. Salaflar Ramazoni sharifni tutib 6 oy duo qilishar ekan. Allohim tutgan ro'zalarimizni qabul qil deb. Keyingi 6 oy Allohim bizni Ramazonga yetkaz deb duo qilishar ekan. O'shaning uchun biz bu buzg'unchilarni hayotini ko'rdik. Odam go'shini yeyishlari, yosh go'daklarni zo'rlashlari, ularni qonlarini olib, o'zlarining rituallarini amalga oshirishlari, hammasini ko'rib turibmiz. O'shalarni bizni ichimizdagi mana bu quloqlariga aldanmanglar. Bu Jahongir Mamat Amerikada yuribdi o'zi. Amerikani dunyoning poytaxti deydi u. Amerikaga sotilib bo'lgan. Asliddin Kamol Jahongir Mamatning yetimchasi u. Undan hech bir narsa kutmang. U odamlar o'zini shaxsiy manfaati uchun demokratiya degan narsadan foydalanib, aslida tashqarida o'sha Epsteynni sistemasidan tilamchilik qilib yurgan odamlar. Bular qo'lga tushdida Epsteyn, boshqa yo'q deb o'ylaysizlarmi? Bor, buning davomchilari bor. Komil virgul inson bo'l degan profil. Bu odam qotil, galoboyparvar, terpila. Nimaiki harom xarish bo'lsa, tap tortmaydigan pastkash. Qonida ham buzuqlik bor. Nasabam to'g'ri emas menimcha shu odamni o'ta ketgan, ya'ni haromdan bo'lgan odam. Bu odam bolasini oq qilgan odam sizga nima yaxshilik qiladi? Savol. Siz haqingizda millat, o'zbek, gaz, svet deganda sizni o'ylayotgan bo'ladimi? Shuna deb o'ylaysizmi? Unaqa bo'lmaydi. Bolasini oq qilgan isqirt sizni hech qachon dardingizni, g'amingizni o'ylamaydi. Biz g'iybat qilmaymiz islom degan rahmon. Biz jonli efirda promoy gapiryapmiz. Hammasi qochib ketgan, biz bilan to'g'ridan to'g'ri gaplasha olmayapti. Bir-ikki marta qo'l ko'tardik, kirib bizga so'z bergani yo'q. Bermaydi ham. Qo'rqadi chunki. Bismillah. Xo'p, Galoboy parvar. Abror Muxtor Ali Galoboylarni yomon ko'rar ekan deb ustimdan anaqa yozdi. Ariza yozdi. Padlo deganmi? Paulo degan profil. Sen haromisan deyapti. Yo, men nasabim bor. Abror Muxtor Alining dadasi Muxtor Ali, onasi Huri Niso. Muxtor Alining dadasi Abdul Azim, Abdul Azimning dadasi Tursun Ali, Tursun Alining dadasi Haydar Ali. Nima ketgan, bizning nasabimiz bor. Nasabimiz bor. Hamma biladi bizni. Lekin sanlarda yo'q. Paulo, sen haromisan hozirgi turishingda. Nimaga? Nasabing yo'q, kimliging noma'lum. Xo'p, undan tashqari Bobomurod Abdulla o'sha Buxoriyni haqorat qilishidan ko'zlagan maqsad buzg'unchilikka men ham borman, pul beringlar deb tilamchilik edi bu. Gadoychilik edi bu. Menimcha Buxoriyni yomonlagani uchun, Navoiyni Galoboy deganligi uchun pul oldi kimlardandir. Chunki gadoy bu. Bu men hayotimda shu Bobomurod Abdullaga o'xshagan xor odamlarni kam uchratganman. O'ta xor odam, o'ta xor. Shunaqa xor bo'lganki, asti qo'yaverasiz. Harun Yahyo mahdiylik da'vosini qilgan sunnat inkorchisi bo'lgan. E'tibor bering. Bahrom Bakir bugungi kunda islohotni da'vo qilyapti, sunnat inkorchisi. Kamol Yo'ldosh bugungi kunda islohotni da'vo qiladi, sunnat inkorchisi. Bobomurod Abdulla bugungi kunda islohotni da'vo qiladi, sunnat inkorchisi. Sunnat inkorchilari qo'llab-quvvatlanyapti. Kim tomonidan? Buzg'unchilar tomonidan, Epsteynchilar tomonidan. Shu nuqtada bitta narsani aytib ketay. Epsteyn ma'lumotlari
tarqalgandan keyin endi juda ko'p montajlar chiqishi ehtimoli bor. Buni ham ko'zdan qochirmaslik kerak. Ha shunaqa ekan deb dushmanga ham tuhmat qilmaslik kerak. Borini bor qilib ko'rsatish kerak. Ba'zi narsalarni men ham aytgan bo'lishim mumkin. Shuning uchun o'zimni ham islohotga chaqiramanki, do'stlar, xato qilishimiz mumkin. Har ko'rgan narsaga ishonib ketavermaslik kerak. Nimaga? Masalan, Saudiyani podshohini o'g'li Muhammad Salmon. Shuni Epstein bilan quchoqlashib tushgan rasmi tarqaldi. Ko'p odam bu ham shular bilan birga ekan dedi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha bu rasm montaj ekan. Shunaqangi montaj bo'lishi mumkin bo'lgan rasmlar ham e'tibordan chetda qolmaslik kerak. Bugun sun'iy intellekt rivojlangan davrdamiz. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri video, foto orqali bilish imkoniyatimiz yo'q. O'shaning uchun biz asl manbaga suyanib qolishimiz kerak. Asl manba musulmonchilik, Qur'on va sunnatga asoslangan. Mazhablar, ulamolarga ergashadigan va qadriyatlar, o'zimizning qadriyatimiz, tariximiz, madaniyatimizga bog'liq bo'lgan qadriyatlar bilan biz qutulib qolamiz. Boshqa yo'l yo'q. O'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Xo'p. Najib Fozilning zo'r gapi bor. Aytadiki: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Xormay? Sizimisiz? Chanchimasizmi? Moshinangiz marta ko'rsatingiz bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p. Bu yerda apasligi, chunki mashina bu yerda apasligi, chunki mashina chiqib qoladi, tez chiqadi bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Najib Fozilning zo'r gapi bor. Aytib beraman sizlarga hozir. Aytganki, dinda majburlash yo'q. İnson hurdir albatta. Xohla dunyoda yonsin, xohlasa oxiratda degan. Zo'r gapirgan, qarang. Qaytarib beraman hozir. Bismillah. Islohotchilarga qarshi turgan anaqalar dinda majburlash yo'q deb qo'yadi-yu, o'shalarga zo'r javob bergan. Ha. Dinda majburlash yo'qdir. Inson hurdir albatta. Xohla dunyoda yongin, xohlasang oxiratda. Xohla dunyoda yonib yasha. Dining uchun, xalqing uchun, millating uchun. Yo'q desang oxiratda yonasan. Ixtiyor sanda, xohla bu dunyoda, xohla bu dunyoda yon degan. Xo'p, mana shu qisqaroq bir suhbatni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Buzg'unchilarni tanib olishlik, ulardan saqlanishligimiz uchun kerak. Shu komil vergul inson bo'l degan profilni kuzatib, "Malades, komil aka, zo'r ekansiz" degan odamlar ham iflos odamlar. O'sha ifloslikdan, ya'ni ovqatlanib yurgan, o'shandan semirib yurgan ifloslar. Ularga shunaqa kerak. O'shalarni mana shu iflosliklarini oldini olishimiz uchun tanib qo'yishimiz kerak. Tanimasangiz, gap qiziq tuyulaveradi. Chiroyli gap gapiraveradi, liboy odam gapiradi. Lekin amaliyotga kelgan paytida ular galoboylarning tarafini oladi. Rost, ochiqchasiga galoboylarning tarafini oladi. Olgan ustimdan yozgan Abror degan galoboylarga qarshi gap tarqatyapti. Fobiya ularga ularni odamlarga yomonlayapti deb ariza yozgan komil inson bo'l. Shulardan ogohlantiryapmiz, xolos. Ko'zimizni ochamiz. Barchalarga tashakkur. Alloh taolo haq yo'ldan ayirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.